Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylarida qarindoshlarım, hammalarniki mushu vaqti va bundan keyingi vaqt xayrli bo'lsin. Bugungi tadbir isim dersleri, yani her shanba kuni tushdan keyin qilib kelayotgan mushu tadbir isim derslerida Erkin Sidiq akamizningki bizning shirkat tadbir nashriyat nashr qilgan Erkin Sidiq yozmalari kishilik taraqqiyot haqidagi yozmalar ikinci qismninki g'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati degan bu kitobning ismi shu. Ama ikinci kısım kitap, bunun içinde başka makallalar var. Kitaptaki en mühim mezmun şu g'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati bo'lg'achqa biz bu kitobni shu nim bilan ismlantirgan, kichik isim qo'ygan. Bugün en ahirki dersiga keldik canım dostlarım. Biz kitabimizdeki monderesini alsak 4. bölüm 4. bugünkü derste sözlediğin bölümlerden baş köngül kanuniyeti 10.'si, 11.'si altın kaide, 12.'si hulasa men öz kalbimden kaptanı, yani yol başlıqçısı degan mezmunken bekla isim mezmunla anlavatkan qarindoshlarımızım Allah razı olsun. Andan olsun biz dersimizni başlap ketili. Qo'lida bu kitap bab bo'lgan qarindoshlar 133. bet qarasa birinci mezmun, 10. mezmun, bugungi birinci mezmun baş ko'ngil qonuniyati degani topalaydim. Onun oldida biz bu g'oyani reallikqa aylanishning sirli qonuniyatida birinci dersimizde bu kanuniyetin mühim töhbükarları, ikincisi de arzu ve nişan ve gaye, üçüncüsü de üzüge tartış yaki gayeni reallikqa aylandırış kanuniyeti. İkinci dersimizde 4. mezmun üzüge tartış kanuniyeti kandak ve nimi üçün önüm biridir. Beşincisi istek yaki intayin enik asası nişan. Altıncısı üzüge boğan itikat ve adet kanuniyeti. Hem de üçüncü dersimizde aldığınki saatte, aldığınki hepte. 7. mavzu kızgınlık, öz özünü başkuruş ve kat'i devamlaştırış. 8. tasavvur ve çeksiz amil. 9. merkezleştiriş ve icabi köz aldığı keltiriş diyen mezmununu kögen anlagan. Emdi bugün 10.'si baş köngül kanuniyetini başlap kitimiz canım dostlarım. 133. bet. Bismillahirrahmanirrahim. G'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati 8 deb mavzu qo'yapti. Bu mazmun 2011 yili 1-oyning 2-kuni vatanimizdeki torbetlerde ilan kılınan mezmun iken qadirli qarindoshlar. 10. baş köngül kanuniyeti. Napolyon Hill tunji qatim Andrew Carnegie bilan o'tkazgan suhbat jarayonida Andrewning ashundaq muvaffaqiyatli bo'lishidagi sirning nima ekanligini so'rganida Andrew uningga o'z shirkatida bir baş köngülning mavjud ekanligini aytib bergan. Şunundan keyin Napolyon nurg'un yil tadqiqot elib berib, baş ko'ngil degan bir psixologiya prinsipini bayqagan. Bu prinsipning inglizcha atalishi mastermind bo'lib, bu yerdagi master degan so'z yulg'un lug'atida ega, xo'jayin, yollig'uvchi, boshqaruvchi, muallim, ustoz, usta, pir, begzada, mudir deb ta'riflangan. Lekin men Napolyon'un kitabidagi mazmunga asosan bu ufqimni Uyg'urcha baş ko'ngil deb atashni muvaffaq ko'rdim. Baş ko'ngil degan ufqimga bir aniq maqsadni amalga oshirish uchun o'zaro moslashish ro'y bilan ikki yoki uningdan ko'p kishilar orasida bilim va tirishchanlikni moslashtirish deb aniqlama berishga bo'ladi. Andrew Carnegie'nin adamları aşındaq bir baş köngülni şekillendirgen bulup, o köngül intayin yaxşı teşkillengen ve intayin yaxşı maslaşkan, şunun bilen o bir hemmege kadir küçke aylangan bulup, ular
Polat sanoatidan boshqa har qanday sanoat bilan shug'ullangan bo'lsa-mu, xuddi polat sanoatidagi bilan o'xshash darajada muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lar edi. Yuqorqi Qur'onni birinchi qatim o'qiganda nurg'un kishilar bosh ko'ngilning beradigan foydasi bir to'p kishilarning o'zaro moslashib va kuchini bir yerga to'plab birga ishlaganda erishgili bo'ladigan foydadan ancha farqi yo'qdek hissiyatda bo'lishi mumkin. Amaliyotda bosh ko'ngilning yetkazadigan foydasi uningdan ko'p bo'lib, uning bundoq aloyligi o'ziga tortish qonuniyati bilan zich munosabatlik. Sizning xabaringiz bo'lgandek, siz ko'nglingizni ma'lum bir ideyaga yig'sangiz, o ideya xuddi bir magnetdek rol o'ynab, o'ziga boshqa o'xshash mohiyatlik ideyalarni jalb qiladi. Bir bosh ko'ngil ikki yoki uningdan ko'p kishilar bir yerga kelib, ko'nglini o'xshash bir narsaga markazlashtirganda, andin barliq keladigan bo'lib, ko'ngillarning birlashmasi ijobiy ideyalarni o'ziga jalb qiladi. Batareya maqomi qilib turibdi, qadrli qarindoshlar. Yani inşallah qani o'qib baqili kuchimizning yetishicha. Yani sizning xabaringiz bo'lganidek, siz ko'nglingizni ma'lum bir ideyaga yig'sangiz, o ideya xuddi bir magnetdek rol o'ynab, o'ziga boshqa o'xshash mohiyatli ideyalarni jalb qiladi. Bir bosh ko'ngil ikki yoki uningdan ko'p kishilar bir yerga kelib, ko'nglini o'xshash bir narsaga markazlashtirganda, andin barliq keladigan bo'lib, ko'ngillarning birlashmasi ijodiy ideyalarni o'ziga jalb qiladi. Bosh ko'ngilning aniqlamasi bo'yicha bosh ko'ngilning a'zolari o'zlarini o'xshash bir falsafaga atagan bo'ladi. Ko'p sondagi kishilarning qalbi bir o'rtaq, intayin aniq asosiy nishonga markazlashgan bo'ladi. Hamda barliq a'zolar ayrim shaxslarningki bilan selishtirganda kengroq va cho'nqurroq cheksiz aql manbalariga ega bo'lgan bo'ladi. Bu birlashgan ko'ngil har bir shaxslar o'z oldiga vujudga keltirish qat'iy mumkin bo'lmaydigan yangi bilim va yangi ideyalarni vujudga keltirdi. İnsanların ko'ngli bir xil shakldagi energiya bo'lib hisoblanadi. Ikki odamning ko'ngli bir-biriga tankash bo'lish ro'yi bilan moslashganda har bir ko'ngilning energiyasi o'ziga yana bir ko'ngilning energiyasini qo'shib oladi. İnsan mingsini bir elektr batareyasiga o'xshatishga bo'ladi. Ko'p sondagi batareyani birlashtirganda onundan chiqadigan energiyaning bir ayrim batareyaniki qaraganda ko'p bo'ladi. Shundaqla har bir batareya chiqaradigan energiyaning oz ko'pligini onundagi tarmoq batareyaning soni belgilaydi. İnsan mingisimi shunga o'xshash ishlaydi. Ya'ni bir qism mingining ish unumi yana bir qism minginiki qaraganda ustunroq bo'ladi. Bir to'p mingini o'zaro tankash bo'lish ro'yi bilan moslashtirganda, ular hosil qiladigan tafakkur bilan energiya bir ayrim minginiki qaraganda zo'r bo'ladi. Ya'ni bosh ko'ngil sizning ijodkorligingizni oshiradi. Ikki yoki uningdan ko'p odamlar orasida birliksa hosil qilib, shu orqali bir bosh ko'ngil ittifoqdoshligini hosil qilishdagi maqsad markazlashtirish qonuniyatini texnik unumli qo'llanishdan iborat. Ya'ni bosh ko'ngil prinsipi bir to'p odam ko'nglining kuch-quvvatini ishga oshirmoqchi bo'lgan asosiy maqsadga to'plashdan boshqa narsa emas. Bir to'p odamning ko'nglining kuch-quvvatini ishga oshirmoqchi bo'lgan asosiy maqsadga to'plashdan boshqa narsa emas. 11. Altın qoida. 4000 yildan ortiq vaqtdan buyon kishilar bir altın qoidani boshqalarga muomala qilishning eng muvofiq qoida deb ta'lim berib keldi. Ammo garchi kishilar bu falsafani axloqliq ish harakatining bir to'g'ri qoidasi deb qabul qilgan bo'lsa-mu, onun ruhining nima ekanligi yoki uning qandoq bir qonuniyatga asoslanganligini tushunmay keldi. Bu altın qoidaning mazmuni tuvandikilardan iborat. Siz boshqalardan o'zingizga qandoq ishlarni qilib berishni orzu qilsangiz, sizmi boshqalarga shundoq ishlarni qilib bering.
siz başqalardan özünüz to'g'risida qandaq so'zlarni anglashni orzu qilsangiz, sizmo başqalarga ashundaq so'zlarni qiling. Siz başqalardan özünüz to'g'risida qandaq o'ylashni orzu qilsangiz, sizmi başqalar to'g'risida ashundaq o'ylang. Agar siz mazkur maqolaning oldingi bilimlari bayon qilingan mazmunlarni, ya'ni bir odamning o'y-xiyoli, shu o'y-xiyolining mohiyati bo'yicha reallikqa aylanganligini to'liq tushungan bo'lsangiz, yuqoriki oltin qoidaga asos bo'ladigan qonuniyatni osonla anqira olasiz. Ya'ni siz boshqalar uchun biror ish qilib berish uchun oldi bilan shu ish to'g'risida o'ylanishingiz yoki tafakkur yurgizishingiz kerak. Shunlashqa sizning boshqalarga biror ishni qilib berib, shu orqali ularning sizga o'xshash bir ishni qilib berishini qo'lga keltirishingiz arzuni reallikqa aylantirishning bir intayin yaxshi misolidir. Ya'ni oltin qoida bilan o'ziga tortish qonuniyati amaliyotda o'xshash bir narsadan iborat. Siz yuqorqi oltin qoidani o'zgartirolmaysiz, ammo uningdan bir rad qilg'ili bo'lmaydigan kuch sifatida foydalanib, uning siz erishgili bo'lmaydigan yangi muvaffaqiyatlarga erisha olasiz. Başqalarga adolatsizlik bilan muomala qilish sizning alohida huquqlaringizdan biri. Ammo siz mazkur qoidani tushunsangiz, oxirida boshqalarga sizga adolatsizlik bilan muomala qilganligini bilasiz. Bu qonuniyat sizning boshqalarga qilgan adolatsizliklar bilan rezilliklarning o'zingizga qaytib kelishi bilan to'xtab qolmay, sizga uningdan eg'ir va uningdan ko'p eg'ir ziyonlarni elib keladi. Ya'ni siz burun qilgan o'y-xiyollarning hammasining natijasini sizga elib keladi. Shundoq bo'lg'achqa siz boshqalarga ularning o'zingizga qilishni arzu qilgan ishlarni qilib qolmay, siz boshqalarning o'zingizni qandoq o'ylashini arzu qilsangiz, sizmi boshqalarni shundoq o'ylashingiz kerak. Siz boshqalarga qarata biror ishni qilishdan burun oldi bilan shu ishning mohiyatini o'z tafakkuringizda hosil qilasiz. Hamma shu ishning yig'indisi, asosiy va mohiyatini o'zingizning yushurin engiga kirgizib bo'lgandan keyin, andin shu ish to'g'risida tafakkuringizni sirtqa tarqitasiz. Sizning yushurin engingizga kirgan u narsalar sizning o'z xarakteringizning bir qismiga aylanib, sizning ish harakatingiz yoki tafakkuringizning mohiyatiga uyg'un kelgan holda o'zgaradi. Shu oddiy prinsipni bilib olgandan keyin siz nima uchun boshqa bir odamni o'ch ko'rsangiz yoki uning hasadxo'rlik qilsangiz bo'lmaydiganligini, siz nima uchun o'zingizga adolatsizlik qilgan kishilardan o'ch olsangiz bo'lmaydiganligini, shundaqla nima uchun yomonlikqa yaxshilik qilish kerakligini tushunib yetalaysiz. Agar siz oltin qoidaga asos bo'ladigan qonuniyatni to'liq tushunsangiz, bütün insoniyatni bir do'stlik rishtasi bilan abadiy bog'lab turadigan qonuniyatni tushunib, mayli tafakkur jihati bo'lsin yoki amaliy ish harakat jihati bo'lsin, oldi bilan o'zingizni zaxmlantirmay turib, boshqa bir odamni zaxmlantirishingiz qat'iy mumkin bo'lmaydiganligini to'liq tushunib yetasiz. Xuddi shuningga o'xshash, siz bütün ishtiyoqingiz bilan qilgan har bir tafakkur va har bir ish harakat sizning o'z xarakteringizga foydali yo'sinda qo'shiladi. Bu qonuniyatni tushunsangiz, siz qilchilikni gumonlanmay turib, shuni bilasizki, boshqalarga qilgan har bir yomonligingiz orqali siz o'zingizni jazolaysiz. Shundaqla boshqalarga qilgan har bir yaxshiligingiz orqali siz o'zingizga foyda yetkazasiz, qadrli qarindishim. Boshqalardan istagan ishni boshqalarga qilish. Qadrli qarindoshlar, biz bu her shanba kuni shu soatlarda birlikda o'rganayotgan tadbir yelsin darslarida g'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati Erkin Sidiq akamizniki, yozmasi Napoleon Hillninki kitobidan e'longan mazmunlarni o'rtoqlashyapmiz. Bugun eng oxirgi mazmun 4-darsimizda. Boshqalarning istagan ishni boshqalarga qilish.
Başqalarga yaxşılıq qilib yoki ularning yaxshiligiga erisholmagan yoki ularning rahmatiga erisholmagan ahvol hammamizning beshidan o'tib boqqan. Bundaq ishlar uningdan kimmo davomli yuz berib turdi. Ashundaq ishlarni o'z beshidan o'tkazib boqqan kishilarning ba'zilari oltin qoida falsafasi faqat bir nazariyadan iborat bo'lib, o birər özgərməz qanuniyyət bilan bağlanğan emas deb qaraşı mümkün. Sizmi hərgiz aşında qarashda bo'lib, buningdan keyin boshqalarga yaxshilik qilishni to'xtatib qo'ymang. Buning sababi mundaq. Boshqalarga birər yaxshilik qilganda siz o'z tirishchanligingizning ta'sirini o'zingizning yoshurun engiga qachilab qo'yasiz. Bu xuddi bir batareyaga to'q qachilgan bilan o'xshash. Siz chin ko'nglingiz va butun ishtiyoqingiz bilan boshqalarga yetarlik sonda yaxshilik qilsangiz, siz o'zingizda bir xil ijobiy va ruhliq xarakterni yetildirib, o'zingizga sizningki bilan o'xshash xarakterdagi yoki sizga hamma jihatlardan tankash bo'la oladigan kishilarni topa olaysiz. Kishilarni tortisiz. Mana shu kishilar sizga burun boshqalarga qilgan yaxshiliklaringizni qaytardi. To'lab berish qonuniyati mushu tariqada siz uchun adolatlikni tamponlashtirib, siz bir manba orqali qilgan yaxshiliklarni butunlay o'xshamaydigan boshqa bir manba orqali sizga qaytarib berdi. Qadrli qarindoshlar, telefonningki iPadning toki 5% bo'lib qopti. Biz buni bir amal qilaylik. Ondan keyin darsimizni davomlashtiraylik. Assalomu alaykum. Buyursangiz. Yo'q. Yo'qdiki davom qilib o'tirdi-ku. Xili bojima. O başqa öydüdü mü? Meye ders qılıb atqan? Ne yapalım? Endi dersimize devam qılıq qadrli qarindoshlar, inşallah ders tuguyunca to'kimi tugab ketmez. Yani siz birisi qilgan yaxshilik yine başqa bir yo'l bilan sizga yenib keladi. Sizga u yaxshilikning foydasini cho'qim ko'rasiz demoqchi ekan. Siz xuddi bir magnitga o'xshash bo'lib, xarakter jihatdan o'zingizga nihoyat o'xshaydigan kishilarni o'zingizga tortib, xarakter jihatdan sizga tankash bo'la olmaydigan kishilarni bo'lsa, o'zingizdan yiroqqa ittirasiz. Bu magnitni yasag'uvchi siz o'zingiz bo'lib, siz uning mohiyatini o'zingiz bo'ysunmoqchi bo'lgan bir ideyaga moslashadigan qilib o'zgartira olasiz. Esingizde bo'lsin ki, bu barliq o'zgarishlar sizning tafakkuringiz orqali hosil bo'ladi. Sizning xarakteringiz, sizning barliq tafakkuringiz bilan sizning barliq ish izlaringizning yig'indisidan iborat xolos. Mushundaq bir haqiqatning bo'lganidan siz o'zingizga foyda yetkazmay turib, boshqalarga yaxshilik qila olmaysiz. Xuddi shuningga o'xshashlar, o'zingiz o'xshash darajada ziyon topmay turib, boshqalarga tafakkur va amaliy ish harakat jihatda yomonlikni qila olmaysiz. Demak, oltin qoida falsafasini qo'llanib, boshqalarga yaxshilik qilsangiz, siz boshqalarga bir manba orqali manfaat berib, o'zingiz boshqa bir manba orqali manfaat olasiz. Esingizda bo'lsinki, sizning yaxshi nomingizni boshqalar yaratadigan bo'lib, sizning xarakteringiz bo'lsa, siz o'zingiz yetildirasiz. İkinci, öç elish qonuniyati. Öç elishning odatdagi ma'nosi yomonlikqa yomonlik qaytarishdan iborat. Lekin Napoleonning kitobida bu so'z har bir narsa yoki ish uchun shuningga o'xshash narsa yoki ish qaytarish degan ma'noda ishlatilgan. Agar men sizni zaxmlantirsam, siz birinchi fursatdan foydalanib mendan o'ch olasiz. Agar men siz to'g'risida adolatsiz gaplarni qilsam, siz shuningga o'xshash, hatto uningdan yuqori darajada mendan o'ch olasiz. Yana bir tarafdan, agar men sizga yaxshilik qilsam, siz imkoniyatning boricha mening yaxshiligimni mening qilganimdan oshirib
qaytırısız. Ben muşu qanuniyetden muvafiq paydallansam, sizni özüm isteydiğin her qandaq işni qıldıra alayman. Eğer ben sizni özümge öç qıldırmakçı bolsam, ben sizge qopal ve adaletsizlik bilen muamele qılıp, sizni öç elişge qıstaş arqılıq sizni aşunda qıldıra alayman. Eğer ben sizin hürmet, dostluk ve hemkarlık istisem, ben ulağa sizge hürmet bildiriş ve siz bilen maslaşış arqılıq erişe alayman. Eğer siz yuqorqi bayanlarning özünüzün keçirmişler bilen seliştirip gördiğin bolsunuz, ularning bir-biri bilen naayet oqşup ketadiganligini bayqaysiz. Siz ba'zida bir odamga qarata bu odamning mijozi nima degan esil deysiz. Mening mijozim shu odamnikidek bo'lgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi deb o'ylaydigan kishilarni davomli uchirtib turasiz. Özünün esil mijozi orqali sizni o'ziga jalb qilayotgan kishilar o'ziga tartish qonuniyati bilan yoki bo'lmasa o'ch elish qonuniyati bilan ashunda qildigan bo'lib, agar obdan analiz qilib ko'radigan bo'lsangiz, bu qonuniyatlarning har ikkisi har bir narsa o'zi bilan o'xshash narsani tatidi degan ma'nini bildiradiganligini bayqaysiz. Bu qonuniyatni yaxshi egilashda aladigan birinchi ve hammadan muhim qadam o'zini to'liq tizginlashdan iborat. Siz o'ch olmay turib, hamma xildagi jazo va xorlashlarni qabul qila oladigan bo'lishingiz kerak. Mana bu siz o'ch elish qonuniyatini egilash uchun to'lamisingiz bo'lmaydigan bedeldir. Açıklanıp qolgan bir odam sizga muvofiq yoki nomuvofiq holda töhmet çaplagan ve sizni xarlagan vaqtda, eğer siz o adamın o'xshash tariqada o'ch olsangiz, siz özünüzni aşı adamniki bilen o'xshash derecedeki ruhi holatda tushirib qo'yib, o adam sizden üstün o'ringa o'tib qoladi. Yana bir tarafdan, eğer siz onun qilg'iniga açıklanmay, özünüzni besib olib, jimjit ve bexaraman tursangiz, siz o kişini hayran kaldırırsınız. Siz o kişinin özüge natonish bo'lgan bir xil qural bilan o'ch olasiz. Şunun bilan siz onunkidan üstün o'ringa o'tib olasiz. Rastini aytganda, siz ko'rishgan har bir odam siz uchun bir ruhiy aynak bo'lib, onunda siz o'zingizning ruhiy pozitsiyasini ko'ra olasiz. O'chirish prinsipidan foydalanib, siz dushmaningizni do'stingizga aylantıra olasiz. Eğer siz boynunuzga issiqlik tuğan gurur yoki cahillik deb atıladigan xatarlik taşni unutilib ketalaydikansiz, bir düşmanıngizni bir do'stingizga aylantirish orqali yuqorqi bayonni isbotlay olasiz. Siz ashu düşmaningizga odatdan tashqari kamtarlik bilan so'z qilishni o'zingizga odat qiling. İmkonli bo'ladi ekan, hamma ishda uni oldingi o'ringa qo'ying yoki onunla yol verin. O kişini o'zgartish daslida xilatasta ko'rinadi. Lekin tadrijiy holda o kişi sizning ta'siringizda erib, sizdan yaxshilik bilan o'ch oladi. Ba'zida kuchga kuch bilan taqobil turib, qarshi tarafning kuch selishtirmasida butunlay besib tushish zarur bo'lib qoladi. Ammo ular ojiz kelib qolgan vaqt, ularga yordam qo'limizni sunish orqali o'ch elishni amalga oshirib, ularga ziddiyatni hal qilishning yaxshiroq yo'lini ko'rsatib qo'yishning eng yaxshi paytimi bo'lib hisoblanadi. Boshqalar sizga qilib beradigan ishlarni siz o'zingiz belgilaysiz. Shundaqla o'ch elish qonuniyati orqali shu ishlarni boshqalarga siz o'zingiz qildira olasiz. 3. Hassalab qaytirish qonuniyati. Bir dehqon tuproqni obdan tayyorlab, uningga bug'doy urug'ini chechib qo'ysa, hassalab qaytirish qonuniyati bo'yicha o tuproq kuzda yolg'iz dehqon chashgan urug'ning o'zini emas, urug'ning sonidan necha hassa ko'p sondagi bug'doyni qaytirdi. Agar hassalab qaytirish qonuniyati bo'lmagan bo'lsa, yer sharidagi tuproq insonlar uchun yetarli miqdordagi yemekliklarni ishlab chiqarib berolmay, bütün insoniyat g'oyib bo'lgan bo'ladi.
Eğer tuprak çaşkan urukni köpeytip qaytırıp bermegen bolsa, yerge uruk selişinin hiçbir ehmiyeti kalmagan bulatdı. Yukarıdakisi tabiattan kelgen hesselep qaytırış kanuniyeti toğrusundaki bir ipuçudur. Hem de biz şu kanuniyet boyunca başkalarına kılgan yaxşılıkımızdan qanda qılıp hesselep qaytıp kildiğalıqıga qarab bakaylı. Aynı vakitte Napolyon Amerika'nın Iowa ştatidagi bir mektepke berip bir qatim seminar beripti. Mektep onun barliq yol kirasi qatorliq chiqimlarini ko'targandan boshqa uningga yana $100 nutq haqqi bermoqchi bo'libdi. Lekin Napolyon o mektepte o yerdagilarning intayin qizg'in kutib olishiga erishib, nurg'un muhim kishilar bilan uchrashib, xili ko'p yangi bilimlarga va buningdan keyingi xizmatiga foydali bo'lgan nurg'un paketlarga erishibdi. Shuni bilan Napolyon o maktabdagilarga men bu yerda turish jarayonida o'rganib olgan narsalar orqali o'zim so'zlagan nutq uchun necha hassa ko'p ish haqqiga erishib bo'ldim deb javob berib, o $100 pulni elishni rad qilib, qaytib ketibdi. Buning ertasi atiganda maktabning mudiri 2000 o'quvchilarning oldida Napolyonning degan so'zini deb yana mundaq debdi. Mushu maktabni boshqarib kelgan 20 yil vaqt ichida men nurg'un kishilarni taklif qilib leksiya bergizdim. Lekin bu qatim birinchi qatim o'zining nutq haqqiga boshqa yo'llar orqali erishib bo'lganligini aytib, bizga bergan nutq haqqini rad qilgan kishini uchratdim. Bu kishi bir mamlakatlik jurnalning muharriri bo'lib, men sizlarning hammanglarga shu jurnalga mushtari bo'lishinglarni tavsiya qilaman. Chunki uningga o'xshash bir odamning sizlarning har biringlarga o'rgatib qo'ydigan, sizlarning maktabdan chiqqandan keyingi hayotinglar uchun intayin zarur bo'lgan nurg'un narsalari cho'qim bor. Bu ishdan keyingi bir hafta ichida Napolyonning jurnaliga yangidan mushtari bo'lganlarning mushtarilik haqqi $6000 dan eshibdi. Onundan keyin 2 yil ichida bo'lsa bu son $50,000 ga ko'payibdi. Agar Napolyon shu $100 pulni boshqa bir ish uchun mablag' qilib sog'gan bo'lsa, yuqorqidek foyda elishi hargizmo mumkin bo'lmagan bo'ladi. Hasselab qaytirish qonuniyatini Napolyon ijod qilgan emas bo'lib, algan ish haqqidan ko'proq ish qilib berish prinsipini o bayqamagan ekan. Ammo o muvaffaqiyat qozonishga rol o'ynaydigan kuchlar ustida uzun yillar tadqiqot elib berib, yuqorqi qonuniyatlarni yangi tushuntirib bergan. Agar o qonuniyatlarning qanchalik muhim ekanligini siz to'liq tushunsangiz, siz ulardan unumli foydalana olasiz. Sizning muvaffaqiyatingiz egilib turishga tegishli o'rinni hozir bir tog' egilib turayotgan bo'lishi mumkin. Bu tog' qandoq tog'? U bo'lsa sizdagi agar men qilgan ishga ishaqqa olmasam, men aldangan bo'laman degan tuyg'udan iborat. Hozir shu tuyg'u angsiz holda o'zini namoyon qilib, sizdagi his qilmagan har xil yo'llar bilan sizning muvaffaqiyatingizning asosini yimirayotgan bo'lishi mumkin. Bu xil tuyg'uning sirtqi namoyon bo'ladigan eng oddiy shakli mundaq bo'ladi. Men bu ish uchun ish haqi olmayman. Şuna agar uni qilsam, men aldangan bo'laman. Siz muvaffaqiyatni xuddi yer sharining tartish kuchi qonuniyatiga o'xshash o'zgarmas qonuniyatlarni tushunish va ularni qo'llanish orqali o'zingizga tartib kelishingiz kerak. Hasselab qaytirish qonuniyatidan iborat bu intayin muhim qonuniyatni to'liq tushunib olishingiz uchun siz tuvandagi 6 tajribani ishlab beqing. Bundan keyingi 6 ay vaqt ichida har kuni bir odamga yaxshilik qilishni o'zingizning kundalik xizmati qiling. O odamdan yaxshilikni qaytirib olishni hargizmi o'ylamang. Hamda qilgan ishingiz uchun haq bersimi olmang. Bu ishni o muvaffaqiyat qozonishning eng kuchli qonuniyatlarining birini echib beradi degan e'tiqod bilan qiling. Shunda qilsangiz hargizmi umidsizlanmaysiz.
Bu yaxşılık qandaq şekil az buluverdi. Mesela o yaxşılıkni siz özünüz biladigan bir yoki bir qancha shaxslarga qilsangizmi bo'ladi. Yoki siz har kuni öz idorangiz yoki öz shirkatingiz uchun 1 soatdan ortiq ishlab bersangizmi bo'ladi. Yoki bo'lmasa siz tunimaydigan hamda buningdan keyin ikkinchi ko'rmaydigan bir odamga qilsangizmi bo'laverdi. O yaxshilikni kimga qilishdan qat'iy nazar, uni siz chin ko'nglingizdan va to'liq rozi bo'lgan holda faqat boshqalarga foyda yetkazish uchun qilsangiz bo'ladi. Agar siz bu tajribani muvaffaq pozitsiya bilan o'tkazadigansiz, mazkur qonuniyatni tushunadigan boshqa barliq kishilar bayqagan bir narsani sizmi bayqay olasiz. O bo'lsa-mu, boshqalarga qilgan yaxshiligingiz cho'qim o'zingizga qaytib keladi. Başqalarga yaxshilik qilmay turib, yaxshilik qilish orqali erishadigan foydaga hargiz erisholmaysiz. Bu jarayonni siz hargizmi o'zgartirmaysiz. Yuqoridagisi bir ulug' prinsip bo'lib, o psixologiya ilmining eng muhim prinsipi bo'lishi mumkin. Ya'ni biz boshqalarga qaratgan tafakkur bilan ish-harakatlar bir magnitga o'xshash bo'lib, ular bizga o'zlari bilan o'xshash tipdagi tafakkur bilan o'xshash tipdagi ish harakatlarni tortib keladi. Inson ko'ngli o'zi topshirib olgan tafakkur ta'sirotlarining hammasiga o'xshash tipdagi tafakkur bilan inkas qaytirdi. Inson ko'ngli ana tuproqqa o'xshab ketadigan bo'lib, o o'zida turg'izilgan sezgir jihatdagi ta'sirga o'xshash tipdagi ish harakati bilan inkas qaytirdi. Ah ko'ngillikni paydo qiladi. Shundaqla qora ko'ngillik bilan adolatsizlik, qora ko'ngillik bilan adolatsizlikni vujudga keltirdi. Biz boshqalarga qilgan ah ko'ngillik, qora ko'ngillik, adolatlik va adolatsizlik qatorliq ishlarning hammasi o'zimizga texmo cho'ngroq miqdorda qaytib keladi. Inson ko'ngli o'zi topshirib olgan sezgi jihatdagi ta'sirlarning hammasiga o'xshash tipdagi ish-harakat orqali inkas qaytirdi. Mushu qonuniyatdan foydalanib, siz boshqalarga o'zimiz istagan ishni qildira olamiz. O'ch elish qonuniyatidan ijobiy yo'sinda foydalanishimiz uchun biz oldi bilan o'zimizga g'urur bilan johillikni bir yoqqa qayirib qo'yib turishimiz kerak. Asr namozining azoni o'qildi, qadrli qarindoshlar. Shunday qilib biz 10 ve 11. mazmunni öğrenip öttik. Yani baş ko'ngil qonuniyati hamda oltin qoida. Hamda g'oyani reallik aylantirishning sirli qonuniyati 2011 yili 1-ayning 15-kuni vatanimizdagi to'rbetlarda nashr qilingan maqolaning xulosa. Men o'z qalbimning kapitani yoki yo'l boshlovchisi degan mazmunni ko'rib o'tamiz. Shuning bilan g'oyani reallikka aylantirishningki qonuniyatlari tugagan bo'ladi, jinim do'stlarim. Asrga azon chiqdi Istanbulda. Azonni Sulaymoniya jamiidan anglamoqchisizlar, qadrli qarindoshlar. Fatih, İstanbul. On ikinci mazmun, yani en ahırkı mazmun, xulasa. Men öz kalbimden kapitani, yani yol başlıqçısı. Hazırgıcı bayqalgan işlerin işide mundaq bir iş var. İnsan bedeni milyonluğun canlıq, akıllık ve ayrım hücrelerini terkip tapqan bulup, ola intayin iniq ve nait yaxşı uğurlaştırılgan vazifelerini öteydi. Bu vazifeler Adem bedenini kurup çıkış, onu terakki kıldırış ve onu saklaş qatorliqlarni öz içine alıdı. Bu hücreler insanın köngli özünün avtomatik iş hareketi arqali her xil işlarga salıdı. Adem köngünün tüvenki kısmı yoki yuşurun angni Adem'nin anlık köngli kontrol kılıdı ve yeteklaydı.
Bir adam tekrarlash usuli orqali ko'ngliga singdirgan va u yerda saqlagan har qanday bir ideya yoki o'y xiyol shu odamning jismoniy badanini yetaklab, haliqi ideya yoki o'y xiyolni o'zining moddiy ekvivalentiga, tengdosh narsasiga aylantirishga yuzlandi. Avtomatik taklif qonuniyati orqali ko'ngilning tuyanki qismiga yetkazilgan har qanday buyruq agar boshqa bir kuchlikdak buyruqning ta'siriga uchrab qolmaydi ekan, shu bo'yicha ijro qilinadi. Yoshirin ang buyruqning qayerdan kelganligini va uning to'g'ri xatoligini surishtirmaydi. Balki badanni shu buyruqni shu paytda ijro qilishga yetaklaydi.